bugun men pensiya olayotgan har bir inson, ota-onasi yoki bobosi bu pensiyada bo'lgan har bir oila uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap pensiya indeksatsiyasi. Yoshga qarab beriladigan qo'shimchalar oshishi va qarorlarga amalda qancha pul qo'shilishi haqida ketadi. Bu masalada ko'pchilik bir xil savol beryapti. Mening pensiyam qancha oshadi? Bakazim yoshdan oshganlarga alohida qo'shimcha bormi? Indeksatsiya hamma uchun bir xilmi yoki kimlargadir ko'proq tushadimi? Mana shu savollarga bugun aniq, oddiy va tushunarli qilib javob beraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki pensiya oshgani haqidagi xabarni eshitish boshqa, hisob kitobni to'g'ri tushunish boshqa. Ayrimlar hammaniki falon so'mga oshadi deb o'ylaydi. Ayrimlar esa meniki umuman oshmaydi shekilli deb xavotirga tushadi. Aslida esa pensiyaning miqdori, qo'shimchalar, yosh ustamalari, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlar har bir odamda turlicha chiqishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqini talab qila oladi. Avval pensiya tizimida qanday edi, hozir nima o'zgardi? Shuni oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya indeksatsiyasi deganda pensiyalarning narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'payishi, iqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishi sababli qayta ko'rib chiqish tushuniladi. Ya'ni davlat pensiya miqdorini avvalgi holatda qoldirmaydi. Uni ma'lum foizga oshiradi. Bu oshirish pensiya oluvchining xarid qobiliyati juda pasayib ketmasligi uchun qilinadi. Masalan, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, yo'l kira, tibbiy xizmat xarajatlari oshsa, pensiya oluvchi odamning eski pensiyasi bilan yashashi qiyinlashadi. Ayniqsa yoshi katta insonlarda xarajatning katta qismi doriga, shifokorga, parvarishga, issiq kiyimga ovqatlanishga ketadi. Shu sababli indeksatsiya oddiy raqam emas, u pensionerning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Oldin ko'pchilik pensiya oshdi deganda faqat asosiy pensiya miqdorini o'ylardi. Lekin pensiya tarkibida har xil qismlar bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya ish stajiga qarab hisoblangan qism, ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan ustamalar, yoshga doir qo'shimchalar, nogironlik bilan bog'liq qo'shimchalar, parvarishga muhtojlik bo'yicha to'lovlar va boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash summalari. Hozirgi o'zgarishlarni tushunishda aynan mana shu tarkibni ajratib olish muhim. Yosh qo'shimchalari deganda odatda muayyan yoshdan oshgan pensionerlarga beriladigan alohida ustama nazarda tutiladi. Chunki 6 yoshdagi pensionerning ehtiyoji bilan ndaxmis yoki 9 yoshdagi insonning ehtiyoji bir xil emas. Yoshi juda ulug' inson ko'proq parvarishga, ko'proq dori-darmonga, ko'proq yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Shu sababli ayrim yosh chegaralardan keyin qo'shimcha to'lovlar belgilanadi yoki qayta ko'rib chiqiladi. Endi asosiy savolga kelamiz. Nima o'zgardi va kimga qancha qo'shilishi mumkin? Men buni umumiy prinsip sifatida tushuntiraman. Chunki aniq miqdor har bir odamning pensiya turiga, bazaviy hisoblash miqdoriga, amaldagi qaror sanasiga, yoshiga va hujjatlariga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun siz faqat falon foiz oshdi degan gapga qarab xulosa qilmasligingiz kerak. Har bir pensiya ishi alohida hisoblanadi. Agar pensiya indeksatsiyasi masalan ma'lum foiz asosida amalga oshirilsa, unda 1 million so'm pensiya olayotgan odam bilan 2 million so'm pensiya olayotgan odamning qo'shimchasi bir xil bo'lmaydi. 1 million so'mga 10% qo'shilsa 7 ming so'm qo'shiladi. 2 million so'mga 10% qo'shilsa 200 ming so'm qo'shiladi. Demak, foiz bir xil bo'lsa ham pul ko'rinishidagi natija har xil bo'ladi. Lekin yosh qo'shimchalarda vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Ayrim qo'shimchalar foiz bilan emas, belgilangan aniq summa yoki belgilangan mezon bo'yicha hisoblanadi. Masalan, taqdim yoshdan oshgan fuqarolarga alohida ustama belgilangan bo'lsa, bu ustama asosiy pensiyaga qo'shimcha sifatida qo'shiladi. Agar ustama miqdori oshirilgan bo'lsa, aynan shu toifadagi odamlarning pensiyasida qo'shimcha o'sish paydo bo'ladi. Bunda hamma pensioner bir xil qo'shimcha olmaydi. Faqat shu shartga tushadiganlar oladi. Birinchi misol. Tasavvur qiling, Bahrom ota olim 7 yoshda mehnat pensiyasi oladi. Uning pensiyasi 1 million 600 ming so'm. Agar umumiy indeksatsiya 10% bo'lsa, uning pensiyasiga taxminan 16 ming so'm qo'shilishi mumkin. Lekin Bahrom ota hali yosh qo'shimchasi beriladigan chegaraga yetmagan bo'lsa, u faqat umumiy indeksatsiya natijasini ko'radi. U nega qo'shnimga ko'proq qo'shildi deb hayron bo'lishi mumkin. Sabab shuki, qo'shni saqin yoshdan oshgan bo'lishi yoki boshqa imtiyozli toifaga kirishi mumkin. Ikkinchi misol.
Muhabbat aya hakan 2 yoshda. U 1.400.000 so'm pensiya oladi va yoshi bo'yicha qo'shimcha ham olishi mumkin. Agar umumiy pensiya indeksatsiya qilinsa, uning asosiy pensiyasi oshadi. Bundan tashqari, agar yosh qo'shimchasi ham oshirilgan bo'lsa, u ikki tomonlama o'sishni sezadi. Birinchisi asosiy pensiyadan, ikkinchisi yosh ustamasidan. Shuning uchun ayrim keksa yoshdagi fuqarolarda pensiya oshishi boshqalarga qaraganda ko'proq ko'rinadi. Uchinchi misol, Sobir aka nogironlik pensiyasi oladi va bir vaqtning o'zida yoshi ham ulug'. Bunday holatda hisob-kitob yanada ehtiyotkorlik bilan tekshirilishi kerak. Chunki nogironlik bo'yicha to'lovlar parvarish qo'shimchasi, yoshga doir ustama va indeksatsiya bir-biri bilan qanday qo'shilishi qonunchilikdagi tartibga bog'liq. Ba'zi to'lovlar birga beriladi, ba'zilari esa bir-birining o'rnini bosishi yoki alo shart bilan tayinlanishi mumkin. Shuning uchun men hammasini bir barakaga olishim kerak deb o'ylashdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan shaxsiy pensiya ishini tekshirtirish zarur. Endi kimlar alohida e'tiborli bo'lish kerakligini aytaman. Birinchi navbatda 75, baqim 5 va do'xulin yoshdan oshgan fuqarolar yoki ularning farzandlari pensiya varaqalarini tekshirtirishi kerak. Chunki yoshga doir qo'shimchalar ko'pincha aynan muayyan yosh chegaralariga bog'lanadi. Agar fuqaro belgilangan yoshga yetgan bo'lsa, lekin qo'shimcha avtomatik qo'shilmagan bo'lsa, bu holatni aniqlashtirish kerak. Ikkinchi toifa pensiyasi juda kam bo'lgan fuqarolar. Ba'zan eng kam pensiya miqdori, minimal to'lovlar yoki ijtimoiy nafaqalar alohida oshiriladi. Agar odamning pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lsa, unga qo'shimcha hisoblash tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Bunday insonlar mening pensiyam baribir kam deb qo'l siltab qo'ymasligi kerak. Chunki minimal kafolatlar oshirilgan bo'lsa, ularning to'lovi ham qayta hisoblanishi mumkin. Uchinchi toifa, mehnat staji to'liq bo'lmagan, lekin yoshi pensiyaga yetgan fuqarolar. Bunday odamlar ko'pincha oddiy pensiya emas, ijtimoiy nafaqa yoki kamroq miqdordagi to'lov oladi. Indeksatsiya ularga ham ta'sir qilishi mumkin, lekin tartibi mehnat pensiyasidan farq qiladi. Shuning uchun qo'shnim 200.000 so'm oldi, men maqtam 1000 so'm oldim, demak xato deb darhol xulosa qilish to'g'ri emas. Avval pensiya turi aniqlanadi. To'rtinchi toifa pensiyani bank kartasiga oladiganlar va SMS xabarnoma keladiganlar. Ko'p odam faqat kelgan pulga qaraydi, lekin qaysi oy uchun? Qayta hisob-kitob bormi? Qarzdorlik yopildimi? Oldingi davr uchun qo'shimcha tushdimi? Bularni ajratmaydi. Ba'zan bir oyda odatdagidan ko'proq pul tushsa, odam pensiyam shuncha bo'libdi deb o'ylaydi. Aslida u yerda bir martalik qayta hisob-kitob yoki oldingi oylar farqi bo'lishi mumkin. Keyingi oy summa yana boshqacha chiqadi. Shu sababli pensiya miqdorini bank tushumi bilan emas, rasmiy hisob-kitob varaqasi bilan tekshirish kerak. Hamma ham darhol idora yurishi shart emas. Agar sizning pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, yoshingiz bo'yicha yangi chegara hali kelmagan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa va indeksatsiyadan keyingi summa rasmiy xabarlardagi tartibga mos kelsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Ko'p holatda indeksatsiya avtomatik amalga oshiriladi. Ya'ni pensioner alohida ariza yozmasa ham tizimdagi pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Lekin avtomatik hisob-kitob degani mutlaqo xato bo'lmaydi degani emas. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odamning pasport ma'lumoti yangilangan, yashash manzili o'zgargan, bank kartasi almashtirilgan, nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumot kechikkan yoki pensiya ishida eski hujjat qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda to'lov kechikishi yoki qo'shimcha vaqtida aks etmasligi mumkin. Shuning uchun xavotirga tushmaslik kerak, lekin nazorat qilish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshishi sanasi bilan pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, qaror ma'lum sanadan kuchga kiradi, lekin texnik qayta hisoblash keyinroq amalga oshadi. Natijada odam birinchi oy eski summa olishi, keyingi oy esa farqi bilan olishi mumkin. Bu holatni ko'rib, meni unutishdi deb darhol xulosa qilmaslik kerak. Lekin 2-3 to'lov davrida ham o'zgarish bo'lmasa, albatta murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha faqat yoshga qarab berilmaydi. Ayrim hollarda hujjat asosida beriladi. Masalan, parvarishga muhtojlik, nogironlik, yolg'iz yashash, o'quvchisini yo'qotganlik kabi holatlar tegishli hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa yoki bazaga kiritilmagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov to'xtashi yoki umuman tayinlanmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat, pensiya turi o'zgarsa, hisob-kitob ham o'zgaradi. Masalan, bir fuqaro avval nogironlik pensiyasi olgan,
keyin yoshga doir pensiyaga o'tgan bo'lishi mumkin. Yoki turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga o'tish masalasi paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda qaysi pensiya turi foydaliroq ekanini mutaxassis bilan hisoblatish kerak. Ba'zan odam yillar davomida o'ziga kamroq foydali variantda qolib ketgan bo'ladi. 4-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ayrim odamlar men pensiyada bo'lsam ham ishlayapman, menga indeksatsiya bo'ladimi deb so'raydi. Umumiy qoida shuki, pensiya tayinlangan bo'lsa, uning qayta hisoblanishi qonunchilikdagi tartib bo'yicha amalga oshiriladi. Lekin ishlash holati, soliq va ish haqi ma'lumotlari, stajning keyingi davrda qo'shilishi kabi masalalar alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner har yili yoki ma'lum davrda pensiya ishini qayta tekshirtirsa foydadan xoli bo'lmaydi. 5-nozik jihat kredit yoki aliment bilan adashtirmaslik. Ba'zi pensionerlarning bank kartasidan kredit to'lovi, ijro hujjati, qarzdorlik yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Shunda rasmiy pensiya oshgan bo'lsa ham qo'lga tegadigan pul kamroq ko'rinadi. Bunday paytda bankdan hisob ko'chirmasi olish, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob ma'lumotini olish va ushlab qolish qayerdan bo'layotganini aniqlash kerak. Men sizga yana bir nechta hayotiy vaziyatni aytaman. Bir ayol kishi 21 yoshda, pensiyasi 1,2 million so'm bo'lgan. Indeksatsiyadan keyin uning asosiy pensiyasi oshgan. Yoshi bo'yicha qo'shimchasi ham qayta ko'rilgan. Natijada u kutganidan ko'proq pul olgan. Lekin u birinchi oyda tushgan katta summani doimiy pensiya deb o'ylagan. Keyingi oy kamroq tushganda xavotirga tushgan. Tekshirilganda ma'lum bo'lgan. Birinchi oyda oldingi davr uchun farq ham qo'shib berilgan. Demak, bir katta tushum doimiy oylik miqdor degani emas. Yana bir holat. 70 yoshli erkak kishi menga yosh qo'shimchasi berilmadi deb murojaat qilgan. Tekshirilganda u hali belgilangan yosh chegarasiga yetmagani ma'lum bo'lgan. U indeksatsiya bo'yicha qo'shimchani olgan, lekin yosh ustamasiga hali huquqi bo'lmagan. Bu yerda xato yo'q, faqat tushunmovchilik bor. Shu sababli har bir qo'shimchaning o'z sharti borligini bilish kerak. Yana bir misol. Keksa ona payizin 6 yoshda, lekin pasport ma'lumoti eski bazada noto'g'ri kiritilgan. Tug'ilgan sanada bitta raqam xato bo'lgan. Natijada tizim uni kerakli yosh toifasiga kiritmagan. Farzandlari hujjatlarni ko'rsatib, ma'lumotni to'g'rilatgandan keyin qo'shimcha qayta hisoblangan. Mana shu sababli men doim aytaman. Yoshi katta qarindoshingizning pensiya hujjatlarini yilga kamida bir marta tekshirtirib qo'ying. Yana bir vaziyatda pensioner dori-darmon xarajatlari ko'paygani uchun menga qo'shimcha yordam beriladimi deb so'ragan. Pensiya indeksatsiyasi umumiy oshirish bo'lsa, alohida tibbiy yordam yoki ijtimoiy yordam boshqa tartibda berilishi mumkin. Mahalla tuman ijtimoiy xizmat bo'limi tibbiy xulosa ehtiyojmandlik mezonlari orqali qo'shimcha yordam so'rash mumkin. Demak, pensiya oshishi bitta yo'nalish. Ijtimoiy yordam esa boshqa yo'nalish. Ikkalasini aralashtirmaslik kerak. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon million beriladi. Ariza yozmasangiz pulingiz kuyadi. Maxsus kartda o'tsangiz qo'shimcha tushadi degan gaplar ko'payadi. Men ekspert sifatida ogohlantiraman, faqat rasmiy manbalarga ishoning. Pensiya jamg'armasi Davlat xizmatlari markazi mayto'yg'uj.uz mahalla va tuman ijtimoiy bo'limlardan olingan ma'lumot ishonchli bo'ladi. Telegramdagi noma'lum kanal yoki begona odam yuborgan havola orqali pasport, karta raqami, SMS kod bermang. Ayniqsa pensionerlar firibgarlarga ko'p duch keladi. Kimdir telefon qilib, pensiyangizga qo'shimcha chiqarib beramiz, kartangiz kodini ayting desasa, darhol suhbatni to'xtating. Hech bir rasmiy xodim bank kartangizning maxfiy kodini, SMS tasdiqlash kodini, PIN kodini so'ramaydi. Pensiya masalasi hujjat va rasmiy ariza bilan hal qilinadi. Telefon orqali maxfiy kod aytish bilan emas. Yana bir xato. Qo'shnining pensiyasini o'zingizniki bilan solishtirish. Ikki odam bir ko'chada yashashi, bir yoshda bo'lishi mumkin. Lekin ularning ish staji, ish haqi tarixi, pensiya turi, imtiyozi, nogironlik holati, parvarish ehtiyoji, ishlagan sohasi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun unga ko'p, menga kam degan xulosa faqat yuzaki qaraganda paydo bo'ladi. To'g'ri solishtirish uchun pensiya hisoblash asoslarini ko'rish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam pensiyangizning hozirgi rasmiy miqdorini aniqlang. Buning uchun bank kartangizga tushgan pulni ko'rish yetarli emas. Pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki elektron xizmatlar orqali pensiya hisob-kitobi haqida ma'lumot oling. Sizga aynan qaysi to'lovlar qo'shilgani.
qaysi oy uchun to'langani, qayta hisob kitob bo'lgan bo'lmagani kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotnomasi, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik bo'lsa temik yoki tegishli tibbiy xulosa boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, vafot etganlik guvohnomasi va qarindoshlik hujjatlari, parvarish masalasi bo'lsa tibbiy xulosa kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjatlar ro'yxati farq qiladi, lekin asosiylari mana shular. Uchinchi qadam, yoshingiz bo'yicha qo'shimchaga huquqingiz bor yo'qligini tekshiring. Agar siz yoki yaqin insoningiz belgilangan yosh chegarasidan o'tgan bo'lsa, pensiya ishida tug'ilgan sana to'g'ri ko'rsatilganmi? Qo'shimcha avtomatik qo'shilganmi? Shuni so'rang. Menga yoshim bo'yicha qanday ustamalar tayinlangan deb aniq savol bering. Umumiy pensiyam to'g'rimi deb so'rasangiz, ba'zan javob ham umumiy bo'ladi. 4-qadam, yozma murojaat qiling. Agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday yozish mumkin. Mening pensiya miqdorim indeksatsiya va yoshga doir qo'shimchalar bo'yicha qayta hisoblab berilishini, hisob kitob asoslari yozma ravishda tushuntirilishini so'rayman. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, telefon raqami, yashash manzili va pensiya oladigan bank ma'lumotini ko'rsating. 5-qadam. Javobni saqlab qo'ying. Agar sizga yozma javob berilsa, uni yo'qotmang. Chunki keyingi shikoyat yoki qayta murojaatda aynan shu javob asos bo'ladi. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori tashkilotga, davlat xizmatlari orqali yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Muhimi, hammasi hujjatli bo'lsin. 6-qadam, farzandlar ota-onasining pensiyasini nazorat qilsin. Ko'p keksa insonlar bo'riga shukur deb yuraveradi. Hujjat tekshirtirishga qiynaladi. Navbat kutishga holi bo'lmaydi. Farzand sifatida siz oyga bir marta karta tushumini, yilda bir marta pensiya hujjatlarini, yosh chegarasi kelganda esa qo'shimcha tayinlanganini tekshirishingiz kerak. Bu yordam faqat pul masalasi emas, bu ota-onaning haqqini himoya qilishdir. 7-qadam, dori-darmon va ijtimoiy yordam masalasini alohida ko'taring. Agar pensiya oshgan bo'lsa ham, xarajatlar juda og'ir bo'lsa, mahallaga, ijtimoiy xizmat organlariga, tibbiyot muassasasiga murojaat qiling. Ehtiyojmandlik, yolg'iz yashash, og'ir kasallik, nogironlik, parvarishga muhtojlik kabi holatlar bo'yicha qo'shimcha yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin. Faqat pensiyam kam deb aytishdan ko'ra, aniq xarajat, kasallik, dori ro'yxati, shifokor xulosasi bilan murojaat qilish natijaliroq bo'ladi. Endi oddiy hisoblash usulini aytaman. Avval eski pensiya miqdorini yozib oling. Keyin yangi tushgan summani yozing. Agar bir oyda juda katta farq bo'lsa, u doimiymi yoki bir martalik farqni aniqlang. So'ng rasmiy foiz yoki belgilangan qo'shimcha miqdorini tekshiring. Agar pensiyangiz 20 million 800 ming so'm bo'lib, indeksatsiya 10% bo'lsa, taxminiy o'sish 20 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar bundan tashqari yosh qo'shimchasi oshgan bo'lsa, yana alohida summa qo'shiladi. Lekin bitta narsani unutmang, yakuniy summa har doim eski pensiya plus foiz degan oddiy formula bilan chiqavermaydi. Chunki pensiya tarkibida indeksatsiya qilinadigan va qilinmaydigan qismlar bo'lishi mumkin. Ayrim ustamalar alohida tartibda oshadi, ayrimlar o'zgarmasligi mumkin. Shuning uchun uyda taxminiy hisoblash foydali, lekin yakuniy javobni rasmiy hisob kitob beradi. Agar sizning hisobingiz bilan rasmiy tushum o'rtasida katta farq bo'lsa, darhol 3 ta narsani tekshiring. Pensiya turi to'g'rimi? Yosh yoki imtiyoz qo'shimchasi kiritilganmi? Bank yoki ijro organi tomonidan ushlab qolish bormi? Ko'pincha farq aynan mana shu 3 sababdan chiqadi. Shundan keyin ham tushunarsiz bo'lsa, yozma izoh talab qiling. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya indeksatsiyasi pensionerlarning daromadini oshiradi. Lekin hamma uchun qo'shimcha bir xil bo'lmaydi. Kimdadir faqat asosiy pensiya oshadi, kimdadir yoshga doir qo'shimcha ham qo'shiladi. Kimdadir nogironlik yoki boshqa imtiyozlar sababli hisob-kitob boshqacharoq bo'ladi. Ayniqsa yoshi ulug' qarilar, minimal pensiya oluvchilar, nogironligi bor pensionerlar va hujjatlarida o'zgarish bo'lgan fuqarolar o'z pensiya ishini albatta tekshirtirish kerak. Men sizlarga maslahat beraman, pul tushishini kutib o'tirmang, o'z haqingizni biling. Pensiya miqdorini rasmiy hisob-kitob bilan tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring, yosh qo'shimchasi bor yo'qligini so'rang, kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Qarilarimizning har bir so'mi muhim. Chunki bu pul ularning dori-darmoniga, oziq-ovqatiga,
kommunal to'lovga va kundalik ehtiyojiga ketadi. Sizning oilangizda pensiya oshganmi? Qancha qo'shildi? Yosh qo'shimchasi bo'yicha muammo bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner va har bir farzand uchun kerak.